Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Yaman urushga qo'shilishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Falastinlik ayol oyoq osti qilindi. Vens va Netanyahu Eron urushi sababli urushib ketdi. Tramp Kuba AQShning keyingi nishoni. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Falastinlik ayol oyoq osti qilindi. Turkiyaning Yeni Shafaq nashri Isroil armiyasi vakili ko'zi bog'liq holda falastinlik ayolni tahqirlab, qiynoqqa solayotgan video lavhani e'lon qildi. Video lavhada Isroil harbiy kiyimini kiygan ayol ko'zi bog'liq holda yotgan ayolni oyoq ostida qilib, tepib qiynoqqa solayotganini ko'rish mumkin. Dunyo esa har doimgidek bunga ham sukut saqlaydi, deyiladi video izohida. Darhaqiqat, xalqaro tashkilotlar va jamoatchilik bunday holatlarni tekshirib, qiynoq qilayotganlarga keskin choralar ko'rishi kerak. Tramp Kuba AQShning keyingi nishoni. AQSh prezidenti Donald Tramp Kuba Washingtonning keyingi nishoni bo'lishi mumkinligini aytdi. Tramp bu bayonotni Mayamidagi investitsiya forumida nutq so'zlaganida aytdi. Men ajoyib harbiy kuch yaratdim, ulardan foydalanish shart emasligini aytdim, lekin ba'zida ulardan foydalanish kerak bo'ladi va aytmoqchi keyingisi Kuba deb ta'kidladi u. Biroq Amerika yetakchisi AQShning Kubaga nisbatan keyingi harakatlari tafsilotlarini oshkor qilmadi. Yaman urushga qo'shilishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Yamandagi Ansor Alloh harakati yetakchisi Abdumalik al-Husiy mintaqadagi vaziyat keskinlashgan taqdirda harbiy harakatlarga zudlik bilan qo'shilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, harakat kuchlari to'liq jangovar holatga keltirilgan va vaziyat talab qilsa hech qanday qo'shimcha chaqiriqsiz aralashuv amalga oshiriladi. Mojaro rivojlanib, harbiy javobni talab etsa, biz darhol aralashamiz deya bayonot berdi Husiy. Mutaxassislar fikricha, Husiylarning ehtimoliy aralashuvi Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanati jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa Bob al-Mandab bo'g'ozi orqali o'tuvchi xalqaro savdo yo'llari xavf ostida qolishi mumkin. Tahlilchilar bu holat Saudiya Arabistoni va Misr kabi davlatlarni ham mojaroga tortib ketish ehtimolini istisno etmaydi. AQSh Eron raketalarining faqat 3dan 1 qismini yo'q qilganiga ishonchi komil. Qo'shma Shtatlar Eronning barcha raketalaridan faqat 3dan 1 qismi yo'q qilinganini, yana taxminan 3dan 1 qismi shikastlanganini yoki yerosti tunnellari va bunkerlari ostida qolganini ishonch bilan ta'kidlamoqda. Bu haqda agentlikka AQSh razvedkasi ma'lumotlari bilan tanish bo'lgan manbalar ma'lum qildi. Manbalardan birining qayd etishicha, razvedka dronlar bo'yicha ham shunga o'xshash ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. Eronning barcha dronlaridan taxminan 3dan 1 qismi yo'q qilinganini muayyan ishonch bilan Isroil harbiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, urushgacha Eronning Isroil hududiga yetib borishga qodir 2500 ta ballistik raketasi bo'lgan. Qo'shma Shtatlar bu borada o'z ma'lumotlarini ochiqlamagan. Vens va Netanyahu Eron urushi sababli urushib ketdi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vens Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan bahsli telefon suhbatini o'tkazdi. Bu haqda Isroilning Kasho telekanali xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, taranglik shunday kelib chiqqan. Vens Eron bilan urushni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishishni intilayotgan bo'lsa, bosh vazir esa Eron rejimini butunlay yo'q qilish tarafdori. Vitse-prezidenti AQSh armiyasining mamlakat tashqarisidagi mojarolarda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlamasligi bilan tanilgan. Urush boshlanishidan oz vaqt oldin u The Washington Post gazetasiga intervyu berib, AQSh o'tgan xatolarni takrorlamasligi kerakligini aytgan. Amerikaning ayrim manbalariga ko'ra, u urush boshlanishiga faqat tez va kuchli zarba berish sharti bilan rozi bo'lgan. Ammo Oq uy umidlaridan farqli o'laroq Eron rejimi yetarlicha qarshilik ko'rsatmoqda. Hatto yetakchilarning katta qismi halok bo'lishiga qaramay, AQSh Yaqin Sharqda yangi urushga botib qolgan ko'rinadi. Vens Netanyahu bilan telefon orqali suhbatda Isroil boshqaruvining urush haqidagi qarashlarining obyektivligiga shubha bildirgan. Vens ayniqsa Netanyahuning xalq isyoni rejimini ag'daradi degan taxminlarni haddan tashqari optimistik deb atagan. Shu bilan birga Vens Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar delegatsiyalari bilan ham muzokaralar olib borgan. Xabar berilishicha, u Eron bilan bilvosita muzokaralarda ham ishtirok etgan. Bu tashabbus Eronga Tramp ma'muriyati urushni iloji boricha tezroq yakunlashni xohlashini ko'rsatish maqsadida amalga oshirilmoqda.
Eronliklar bizni qirib tashlash uchun intilgan Isroil elchisi Eronni aybladi. Bir necha yillardirki Yaqin Sharqda boshlangan notinchliklar hamon arigani yo'q va bu mojarolar markazida doimo Isroil tilga olinadi. Bular bir kunda bo'lib qolgan hodisalar emas. Ushbu jarayonlarni to'planib kelishiga asosiy sabablar nima bo'lgani? Eron Islom Respublikasi tashkil topishidan avval ham mintaqada Isroil bilan mojarolar sodir bo'lib kelgani haqida savolga Isroil davlatining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Gideon Lustig javob berdi. Elchining qayd etishicha, Eron Isroilga qarshi bevosita va turli proksilar orqali ko'plab hujumlar ortida turibdi. Ular yillar davomida Hamasni qo'llab-quvvatlab, ularga pul va qurol berib, ularni o'qitib kelgan. Ular Livanda 80-yillarda Hizbulloh tashkil etilganidan beri uni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Buning asosiy sababi kerak deb hisoblangan paytlarida Isroilga hujum qilish. Ular Yamandagi Husiylarga raketalar va imkoniyatlar berib kelishgan. Eron mintaqadagi hujumlar va terrorchilik faoliyatining 90% dan ortig'ining manbai hisoblanadi. Ular ko'p yillar davomida Isroilga qarshi urush olib borishdi. Siz aytganingizdek, bu birgina qisqa davr emas. Shuning uchun bizning hozirgi operatsiyamiz bu tahdidni doimiy ravishda olib tashlash, uni bir yo'la hal qilishga qaratilgan harakatdir, deydi diplomat. Qolaversa, Isroil elchisi tomonidan Eronda Oyatulloh rejimi hokimiyatga kelganida ular Isroilni yo'q qilishga qasam ichishgani, har bir minbarda Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim deb hayqirishgani bildirildi va ular bizga qarshi kurashish va o'z proksilarini rivojlantirish uchun qo'llaridan kelgan hamma narsani qilishdi. Ushbu rejim Hizbullohni moliyalashtirish bilan paydo bo'ldi. Hizbulloh Oyatulloh rejimi hokimiyatga kelganidan keyin tashkil etilgan, chunki u Oyatulloh rejimining vositasidir. Husiylar ham xuddi shunday. Demak, Eron rejimi hokimiyatga kelganidan beri ular butun dunyo bo'ylab urush olib borishmoqda. Yaqinda Argentina hukumati 1990-yillarda Isroil elchixonasi va yahudiy jamoat markazlariga qilingan hujumlar Eron rejimi tomonidan amalga oshirilganini aytdi. Bunga Ali Xamenei mas'ul bo'lgan. Shunday qilib, ular faqat bizni yo'q qilish kerakligini aytishmoqda. Endi diqqat bilan eshiting. Siz davlat sifatida nima qilgan bo'lardingiz? Agar kimdir O'zbekistonni yillar davomida yo'q qilishga chaqirsa, uni vayron qilishga va'da bersa, O'zbekiston davlat sifatida nima qilgan bo'lardi? Siz ularga ishonarmidingiz, dedi u. Gideon Lustig eronliklar Isroilni yo'q qilish, qirib tashlash uchun yadro quroli va uzoq masofali raketalarni ishlab chiqarishga intilganiga ishonishini urg'uladi. Bundan tashqari, Isroil buning sodir bo'lishiga yo'l qo'ya olmasligi, fuqarolarni himoya qilishni bildirdi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio AQSh Ukraina uchun mo'ljallangan qurollarni Yaqin Sharqqa yo'naltirishini aytdi. Uning ta'kidlashicha, AQSh va Eron muzokaralarida taraqqiyot yaxshi ketmoqda va Amerikaning bu mamlakatga hujumi kelgusi haftalarda tugaydi. Bundan tashqari, Rubio yadroviy kuch sifatida Rossiya bilan aloqani saqlab qolish muhimligini ta'kidlab, hozirda Ukraina bo'yicha hech qanday uchrashuvlar rejalashtirilmaganligini qo'shimcha qildi.